To'y va merimeylar uchun men sizlarga shunaqangi asal ko'fta yubkalarni olib kelib qo'yganman. Qaranglarning ustinglarda qanaqa turadi. Bularimizdagi ikki xil rasvetkasi bor. Ustini ko'rsating. Yenglari shunaqangi fonarchik bo'ladi. Toshlarini qaranglar, yonishini, orqasi bunaqa korsetli bo'ladi. Yubkalarimiz shunaqangi ribka fasonda, ichi hech ham ko'rinmaydi, ichi astarli. Bularni qakka kiysanglar ham bitta bo'lib yurasizlar. Bularimizni rasvetkasi ikki xil bo'ladi. Narxi 500 ming so'mdan. Soni chegaralangan, tezroq kelib olib ketishinglarni men sizlarga maslahat beraman. Kimda chiroyli turibdi? Mendami, bundami? Men sizlarda ham chiroyli turadigan shunaqangi asal dvoykalarni olib kelib qo'ydim. Bularimiz shunaqangi skromniy variantini qaranglar. Bularimizni 5 xil rasvetkasi bor. Ko'rsating, mana bularni ko'ring. Bellarida shunaqangi kamarlari bo'ladi, cho'ntakli bo'ladi, materiali lion, razmerimiz standart 42 dan 48 gacha bemalol tushaveradi. Narxlarimiz siz aziz klientlarimiz uchun 300 ming so'mdan. Kimda chiroyli turganini kommentariyada belgilab ketishdi, sizdan chiqmas. Asallarim sizlarga shtapilda dodasini olib kelib qo'yganman. Qaranglar buni, rasvetkalarini qaranglar buni. Toshlari ruchniy rabota bo'ladi, materiali italyanskiy shtapil. Yuvsanglar ham kirib ketmaydi, yozda issiq chillalarda ham mazza qilib kiyurasizlar. Qaranglar buni rasvetkalari nima deyapti. Ustimdagi bilan 3 xil rasvetkalar bor. Siz aziz klientlarimiz uchun 370 ming so'mdan kelib qo'yganmiz. Bu videoni shtapil oqtarib yurgan dugonangizga albatta jo'natib qo'ying. Ey insanlar budur ishq, en şirin duygudur ishq, seven yüreklerdeki. Hozir sizlarga muhtasham kelgan novinka troykalarimizni ko'rsataman. Qaranglar buni rasvetkalari nima deyapti. Buni toshlari ruchniy rabota bo'ladi. Shimlarimiz shunaqangi kilot, cho'ntaklari bor. Koftichkalarimiz shunaqangi yengi uzun bo'ladi. Ichi ko'rinib qolmaydi. Hijobli opa-singillarimiz uchun ham bemalol bo'laveradi. Men futbolkasini ichimga zapravka qilib olganman. Aslida bunaqa uzun. Toshlarini qaranglar, buni yonadi-yu ustinglarda. Narxlari 430 ming so'mdan 12 ta viloyatga dastavkamiz bor, soni chegaralangan. Bu ko'ynagimiz o'zi vitrinada turgancha ham sotilib ketyapti, lekin mijozlarimiz uchun men o'zim obzor qilib berishni xohladim. Oldilari shunaqangi tuymali bo'ladi, belida shunaqangi asal kamarlari bo'ladi. Bularimizni poloskaliklari, poloskasizlari ham bo'ladi. Bularning rasvetkalari nima deyapti? O'zi ustimda turishini qaranglar, buni yonadi-yu ustinglarda. Yenglari shunaqa kalta. Hijobli opa-singillarimiz uchun yenglar bilan kiysalardan bo'laveradi. Usti shunaqangi uzun tur beradi. Narxlari siz muhtasham klientlar uchun 300 ming so'mdan 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Soni chegaralangan. Tezroq kelib olib ketishinglarni maslahat beraman. Like bosib, sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.